Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Farabiy to'ri darsxonamizga xush keldinglar. Hayotimizga psixologiya darsimizdan birinchi darsi biz nemişqa psixologiya o'rganamiz degan darsimizda eng oldi bilan biz psixologiya degan nima degan temaga javob bilan boshlaymiz. Psixologiya bir inson yoki shu inson tabiat bo'lgan kollektivning tafakkuri, his-tuyg'ulari va qiliq-harakatlarini tadqiq qiladigan fan. Bir inson yoki shu inson tabiat bo'lgan kollektivningki faqatla nurg'un odam bu psixologiyani faqatla his tuyg'u deb o'ylaydi. Ya'ni his tuyg'u bir odamniki bir narsaga bo'lgan his tuyg'usi, shuningdan xushal bo'lishi yoki kayfiyati deb o'ylaydi. Amaliyotda psixologiya faqat his tuyg'uni tushundirmaydi. Psixologiya bo'lsa zehn va qiliqni ilmiy usulda tadqiq qilgan fan. Eng boshda ko'rganimizdek bir inson yoki kollektiv. Ya'ni hammasi insonga munosabatli. Psixologiya mush inson nega bo'lsa, nima qilsa insonga munosabatli ishning hammasini tadqiq qiladigan fanni biz psixologiya deymiz. Endi psixologiya insonning zehnini, tafakkurini tadqiq qilgan bir fan bo'lish sifati bilan ko'rdinglar rasmdagidek masalan bolalarniki bir-birisidan jidal qilib qilishi bu odatdagi ko'rinishdan bir jidal bo'lib qilishni atayin. Ya'ni jidal deb o'tib kelsak bo'lmaydi. Balki bu jidalning keynida nurg'un ishlar bo'lishi mumkin. Balki bu bolaning birisida o'zini kamsitish yoki bu bolaning birisida oilasida bu bolaning davomli shiddatga uchrash sababi yoki bu bolaning birisida masalan davomli ota-onasi tarafidan alohida kutib olingan, alohida beklam ko'ptirib bir bola bo'lish sababi bo'lishi mumkin. Shunga har xil sabablarningki natijasi orqali biz shunday ish harakatlarni, shunday voqealarni tahlil qilamiz. Psixologiya deganimiz da shunday voqealarning tahlil qilinish jarayoni bo'ldi. Endi psixologiyani nurg'un kishilarimiz faqat ustidagi klinikalik psixologiya deb o'ylab qoldi. Amaliyotda unday emas. Psixologiyaning tarmoqlari mana shu ekranda ko'rsatganimchilik emas, balki buningdan jiq bo'lishi mumkin. Ya'ni sanoat, qatnash, jamiyat, bilish, taraqqiyot, ma'rif, sog'liq, qonun, tajriba, psixikalik o'lchash, harakat psixologiyasi degandek mushu har xil psixologiyalarning hammasi psixologiyaning tarmoqi qatoridan bo'ldi. Endi bolalarningki yaxshi va eski yuzlarni astutish ahvoli degan bu tadqiqotni men misol qilish orqali psixologiyaning nihoyatda ilmiy bir fan ekanligini o'tirib qo'ymoqchi. Biz psixologiyani tunutish filmida hamilayn deganimizdek ba'zi kishilar psixologiyani faqat his tuyg'ularni tadqiq qildi, maslahat berib qo'ydi deb buning bir ilm fan ekanligini unutib qoldi. Endi men tadqiqotni ko'rib baqsaq bo'ldi. Bu tadqiqotda bolalarga yaxshi va yomon deb qaralgan yuz rasmlarini bolalarga bergan, ko'rsatgan. Ya'ni bu yaxshi deganda albatta kulib turgan, aytaylik, saf, mandaylik, chiroydan yaxshilik chiqib turgan odamlarning rasmi bo'lsa, ba'zi eski yuzlarda qopqon turgan, yo birsini tillayotgan, yo komsi urayotgan degandek manzirlik yuz ifodalari shularni ko'rsatgan. Shularni ko'rsatgan chog'da bolalarningki grafik qarasangiz, yeshili yaxshi yuz, so'sini eski yuz. Ya'ni bolalarningki eski chiroylarni asli tutilishi naydi yuqori bo'ldi ekan. Ya'ni hattoki 2 hissasiga berib qolay debdi. Buningda nima yakun kelib chiqadi degan chog'da balki bolalarningki shu yuzlarni, chiroylarni asli tutish emas, balki bolalar masalan o'zimizning bolalar bo'lsin. Biz ularga yaxshi muomala qilib, yaxshi gaplarni qilgan vaqtlarimizga qaraganda balkim bolalar nihoyatda qo'pol tekkan, chaqirgan, tilgan vaqtlarimizni bekrak esda tutib oldi. Shuningdan endi unda qilmang demoqchi emas, balki yomonlikningki ozg'in yomon ish qilib qo'yganligingiz biz davomli deymiz-ku, yuzsiz keldi bolalar, cho'nglarni davomli shunda deydi. Nimishqa degan chog'da bolalarning esida shu bek qoldi. Ya'ni shu nachar bo'lgan ishlar, nachar voqealar, eski chiroylar esib qoldi. Shunlashqa bu yerda bu hargiz bolalarning yuzsizligi emas, balki asli tutishninki shu sababidan bo'ldi. Shunlashqa biz albatta bu nuqtada diqqat qilishimiz kerak ekan. Endi islom ilmi dunyo oxirat ilmidir. Hammamiz bilamiz, islom ilmi faqat Qur'on o'qib qo'yish yoki shu dunyodagi Qur'on o'qish bilan yoki mushtaq farzlarni, namozlarimizni, ro'zlarimizni ado qilish degandeklar bilan cheklanib qolmaydi. Faqat
yeni islom ichidagi ishlarni qilish bilan emas, balki yeni shariatda yo'l qo'yilgan ibodatlarni qilish bilan emas, balki mush dunyodagi butun yaxshilik insonlarga munosabat bo'lsin. Mush dunyodagi yurish turishimiz, mengishimizdan tortib bizning fikrimiz hamma narsaga amaliyotda islom ilmining ichida bo'ldi. Islom ilmi bilimiz burunqi olimlar, burunqi islomiy olimlarimiz matematika, astronomiya, tibobat, adabiyot, jo'g'rofiya, ximiya, iqtisod, tarix deganga o'xshash fanlarning hammani tadqiq qilganga o'xshash psixologiyani tadqiq qilgan va ming yillar burun psixologiya tadqiqotlari ilib berilgan. Hatto turk islom olimlarining ichida eng burunqi tadqiq psixologiya boshlanishi, ya'ni turklarningki psixologiya tarixi Qutatxo belikdan boshlangan ekan. Buni unutib qolmanglar. Ya'ni Qutatxo belikdagi kishilikningki tadqiqoti bilan boshlangan ekan. Endi gerçi psixologiya ming yillar burun mushu islom olimlari tarafidan xuddi mushu hozir ustiga qaratilgan mushu ilmlarning hammasiga o'xshash tadqiq qilingan bo'lsa-mu, ammo xuddi boshqa ilmlar qandoq tatqizilib qo'yilgan bo'lsa, tibobat, astronomiya, matematika, ximiya mush ilmlar qandoq g'arb olimlari tarafidan tatqizib qo'yilib, ularda taraqqiyot kuchli bo'lib ketdi. Biz qilib qolgan bo'lsak, psixologiyami dal shundoq bo'ldi va bizmi g'arbdan o'rganishga majbur bo'ldik. Mana bu Mustafa Atak efendim yazgan maqoldan men misal keltirsam, endi Balxiyningki ayni vaqtdagi psixiatrist, musulmon psixiatristlar qatoridan hisoblasak, Balxiy, Ibn Sina, Farabiy, G'azzali, Mevlana, Ibrohim Haqqi, Arzurumi, Abdurazzaq Kashani va nurg'un olimlar islom olimlarininki amaliyotda psixologiyadan nurg'un tadqiqotlari bosh kelga o'tirg'i chiqqan. Yevropada mushu psixologik kasal bo'lib qolganlarni, mayli shizofreniya bo'lsin, mayli depressiyon yoki ba'zi kasallar, ig'irroq kasal bo'lib qolganlarni jin choplashib olib, bular boshqa bir jonivorga o'zgarib qolgan, bularliq nim qildi, bular degan rasmiyligi inson tabiqasidan chiqib ketganlar deb so'lab qo'ygan, hatto o'ltirgan, hatto qiyngan, urgan degandek mushunday ahvollar hatto 19-asrgacha davomlashgan bo'lsa, islom olimida ming yillar burundan islom psixologiya tadqiqoti boshlanib, kishilarga yordam qilingan, psixik kasallarga duchor bo'lganlarga yordam qilingan, kishilarning psixikasini yaxshi bo'lishiga tashviq qilingan. Uningdan keyin mushu hattoki Osmonli imperatorligida bo'lsin, nurg'un yaxshi ruhiy kasalliklar doktorxonalari qurilgan. Yevropada bilimiz 19-asrgacha psixik kasalliklarni bu jonivor deb chiqarayotgan bo'lsa, xilofat davrida bo'lsa, bir cho'ng doktorxonalarda ayrim doktorxona, ya'ni masalan butun badan tekshirishi bu qilgan doktorxonalarimiz balki ruh kasalliklariga atgan doktorxonalarmi bo'lgan. Buni endi Yevropadagilar kelib ko'rib, asli biz psixik kasalliklarga bunday muomala qildik-ekanmiz deb o'rgangandan keyin andin Yevropaga berib psixik kasalliklar doktorxonasi va kasalliklarni tadqiq qilish va kasalliklarni davolash degandek ishlar boshlangan. Biz psixologiyaga nima ish qo'yganmiz degan savolimizga har vaqt javob izlab va javob berib kelyapmiz. Ko'pchilik his qilmasanlar, endi men tadqiqotni sizlar bilan o'rtoqlashqim kelib qoldi. Bu tadqiqot 2002-yili Angliyada berilgan ekan va shu vaqtda vazir Blairni ko'pinchalarni taniymiz. Shu Blairning davri ekan. Blairningki almashidigan, ya'ni saylam vaqti kelgan vaqtda uylarga telefon qildi ekan. Shu saylam va tashviq qiluvchilar uylarga telefon qilgandan keyin deydi ekanda, biz shu bir tadqiqot etmoqchidik, kishilarningki shu Blairga bo'lgan ko'z qarashi haqida tadqiqot etmoqchidik. Sizning siyosatga qiziqishingiz bormi, yo'qmi deb avval so'raydi ekan. Bu kishilar "Ya, men qiziqmayman" degandek, men rasmni ko'rganimizdek ikki guruhga ayrildi ekan va bulardan Blairningki 2 yaxshi tarafini sanab bering va Blairningki 5 yomon tarafini sanab bering deb talab qo'yildi ekan. Ya'ni 2 yaxshi tarafini so'zlash oson, shundaqmi? Voy Blair xalqqa ko'ngil bo'ldi yoki iqtisodni yaxshi tutdi deganlik. Endi 5 yomon tarafini so'zlab bering deganda hamma odam darollam, biroqlam ishtiklam so'zlab bo'lmaslik mumkin. Bunda bo'lgandan keyin bu odamlar nimaniki tadqiqotning qiziqarli natijasining qiziqarli yeri shuki, so'l tarafga qarasanglar, o'ng tarafga zodi siyosatga qiziqadigan odamlar bo'lsa, bu
so'rashninki jiq ta'sir bo'lib ketmaydi ekan. Qiziqqanligi uchun yaxshi tarafini jiq deganlar bekrak qo'llaydigan, yaxshi yomon tarafini jiq deganlar bekrak qarshi turadigan chiqadi ekan. Endi men qiziqmaydiganlarning ichida men o'ng tarafdagi grafik qarasak, mush qiziqmaydiganlarning ichidagi men o'ng tarafi. Buningda masalan ko'gninglarda kuki, ya'ni yomon tarafini jiqroq, yomon tarafidan yana 5 yomon tarafini so'zlab bering deganlar teg'i jiqroq bilet tashlaydi ekan. Qanday degan chog'da buni ham tadqiqotchilar shunda tahlil qildi, ya'ni 5 yomon tarafini so'zlab berish amaliyoti tashkilda odamga, hamda 2 yaxshi tarafini so'zlashdan 5 ni 1-chi, 2-chi, 3-chi deb sanab turib so'zlash albatta tashkilda. Xuddi so'zlayolmagandan ha qaraganda onun yomon taraflari oz o'xshaydi deb munda o'ylab qolganda, o'ylagandan keyin bu odamlarning yomon tarafi oz bo'lsa, bular xeyli yaxshi o'xshaydi, biz bunga bilet tashlaylik degandek bir tashviq qilindi ekan. Amaliyotda his qildinglarmi? Bu bir kishilardan so'rash, ya'ni kishilarni baholash jadvali emas, balki kishilarni mushunga tashviq qilish, bularni sayla deyishga ishtirish bo'ldi ekan. Ya'ni psixologiyaningki biz bilish tegishli taraflarimiz dal shu. Endi psixologiyani biz nima qo'yganimiz degan savolimizga tuvandagi videoni yana ko'rib beqishinglarni umid qilaman. Dün gece Suriye'de Suriyeliler bizim bayrağımızı yaktılar. Bunu gördünüz mü? Haberiniz var mı? Görmedim. Bunları duymadım. Peki bunlar ulusal basında çıktı mı? Nereden bunları belgeleyebiliyor musunuz? Evet, göstereyim mi? Yani olması İşte belge. kötü bir şey de bu belgelerken Suriye'deki, yani söylerken sanki Türkiye'de olan bir şeyi anlatıyormuş. Suriye'deki Tamam, muhalifler anladım. dedim. Yapmaları iyi bir şey değil, kötü bir şey. Ama siz bu röportajı ne amaçla yapıyorsunuz? Yani Vatandaşın görüşünü alıyorum. Vatandaşın görüşü başka konu mu yok? Yani kışkırtmak için mi? Kime hizmet ediyor? Kışkırdınız mı? Kim Türk devletinin bayrağını yakıyorsa Allah onun belasını versin. Ona düşmanlık için kışkırtanların da Allah belasını versin. Şu videoni ko'rgandan keyin boyagi tadqiqot natijasini qayta ko'rganimizda biz psixologiyani nima qo'yganimiz degan bu savolga hammalar chuqur javob topdi deb qarayman. Biz psixologiyani agar qo'limizdan kelganda ishtirib o'rganmagan vaqtimizda mushunda mayli siyosat jihatda bo'lsin, mayli har jihatda dushmanning qiltig'iga tushib ketamiz. Ular xuddi bizga yaxshi bir narsani o'rgatayotgandek, ular xuddi bizga bir yaxshi narsani so'zlab berayotgandek yoki hatto bizdan savol so'rayotgandek qilib keladiki, sizning psixikangizni bayqidek nima qilishi mumkin, sizning psixikangizni balkim buzishi mumkin va yoki sizni yomon tarafga ishtirishi mumkin. Har xil sabablar bizning psixologiyani o'rganishimiz kerak ekanligi, o'rganishimizning nihoyat zarur ekanligiga javob bo'lib qoldi. Ko'pchilik o'zinglarni asranglar, shu savolni har vaqt unutib qolmanglar. Biz psixologiyani cho'qim o'rganishimiz kerak va dushmanlarimizga bu orqali taqobil turishimiz kerak. Unda bo'lsa ko'pchilik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.